edim. Belimga tushardi sochim. Uyimga keldi, 3 kun qatnadi, xullas, qarindoshimiz edi. Ikkita salonda ishlardi, salon ochgan edi. Sochim chirib tushdi-da. Mana shunaqa seravati qilgan degan edim. Xo'p dedi, siz kraskadan chiqarib tashlang dedi. Qoraga bo'yab yurardim, pastani chorniy singa bo'yab yurardim. O'xo'tlab qilib turing dedi, qattiqqa chaplang dedi. Boshingizdagi anaqangiz kraskaga chiqib ketsin iloji boricha dedi. Xo'p dedim, chiqib ketdi, ancha chiqib ketdi. Где-то 1 oycha bo'ldi-da. Bo'yamadim 1 oycha. Keyin uyimga keldi, sochimni bo'yadi, xullas, sochimni vannaga kirib yuvaman desam, sochim uzilib tushdi shoni. Chiriganlari yaqinda chiqib ketdi. O'tgan yil qildi bu ishni. Chiriganlari yaqin sariqqa bo'yavdi. Bunaqa rang chiqarib bera olmadi-da. Bunaqa rang chiqarib bera olmasa nimaga bo'yatasan deb xo'jayin bilan surishtiradi. Sochim ishonning tepadan yig'sam rezinkaga yig'ilmasdi. Endi chiqib ketdi, o'sib kesib tashaverib endi yelkamga tushdi-da. Mana shunaqa rang xohlagan edim, rassali xohlagan pulimga dedim. Klientni rozi qilib olish kerak edi. Tim bo'yi chiritib qo'ygandan keyin belimga tushadigan sochim padmachka bo'lib qoldi. Ishonasizmi, rosa yig'ladim, uyda rosa yig'ladim. Ko'zi yetmasa qilish kerak emas. Haqiqiy xo'jayin metall, haqiqiy professional soch bo'yaydigan, kesadigan odam soch qo'liga ushab biladi, qanaqa bo'yash kerakligini. Yana men Azamat